Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu qadarlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarım. Hammalarniki şu vakti ve bunun keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Bashto'g'roq İstanbuldan sizlarga Allohning cennet salom bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birga İslam tarihi ait olan 23. Facebook sindesimizi başlamadığımız qadirli qarindoshlar. Bu bapta İslam medeniyetinin tesiri qo'shimcha mavzular mayaga sig'madi ekranga. 5 tane tesirini birlikte öğünüp ütümüz qadirli qarindoshlar. Bular nima degan vaqtingda birincisi İslam medeniyetinin xasligi ve alayidligi, ikincisi G'arbga ko'rsatgan ta'siri, üçüncüsü Balkanlarga ko'rsatgan ta'siri, dördüncü Hind ve Xitoy medeniyetiga ko'rsatgan ta'siri, beşincisi Rossiyaga ko'rsatgan ta'siri degan mazmunlarni birlikte o'rganamiz. Eğer shunga aloqador İslam medeniyetiningki dunyo ilm fan nimasiga qo'shgan, tarixiga qo'shgan to'hpisini o'rganmoqchi bo'lsanglar, astig'ima yezib qo'ydim. Texmi ko'p bilimga erishay desangiz, 1001 ijod 8 qismliq Uyg'urcha xatlik hujjatli film maxsus saytimizga qadam tashrif qiling. Yoqtirgan bo'lsangiz tashviq qilib qo'ying dedim. Undan keyin İslam tarixi Facebook sinderishlarininki oldingi bilimlarini agar tingishmoqchi bo'lsanglar, şu ulama aslında şu yerden burunqi derslerini tingishib olsanglar bo'ladi qadirli qarindoshlar. Endi nima uchun bu İslam tarihi degan darsni qilish birlikte o'rganishni xohlab qolding ey Abdulaziz degan vaqtda bunu bir qancha qarindoshimiz birlikte o'ylashib planlagan bir program, bir ders. Şunlaşqa bu İslam tarihi, İslam degan chaqda o bizning tariximizni o'rganishga to'g'ri keladi. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de 3'ten bir kısmı tarixga, insaniyet tarix aloqador kitap. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı buluş bilen birlikte. Şunlaşqa özümüzün tarixini bilmeyen vaktimizde biz daim başkalarının aldığı temizimizde tatalap yere qarab turduğan bu qalımız bu Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Sabahattin Erşahin degan Seyfettin Erşahin degan ustozlar yazgan bir kitapken 3 Profesör Doktor bilishib yazgan. Bunu Teklimekan Uygur Neşriyatı tarafidan 2014 yılı tercüme qilinib neşr qilinib degan qadirli qarindoshlar. Şonlaşqa bunundan bir bilim elib qalaylı bir bilimni biz başqalar bilan paylaşaylik. Bizim paylaşadigan başqa pulumuz yoki bo'lmasa biz boy yoki bo'lmasa boshqa bir narsa emas. Unda bo'lgandan biz o'zimizning zubonidan, o'zimizning ovozidan, o'rgangan bilimimizdan, qobiliyatimizdan foydalanib onu şu başqalar bilan paylaşış, hem behrlashish, o'rtaqlashish niyatiga kelgan. Bu yo'lga chiqilimi bir yildak bo'lib qoldi. Facebook'da shunday bir ishlarni qilg'ili to'g'ri. Bunun ma'lum darajada foydasi bor deb o'ylaymiz. Bugun biroz 8 bab biroz ko'proq 10 necha bet keladi. Shunlashqa haqiqatlarninki sabrni başladı deb qo'yib biroz talab qilishga to'g'ri keladi. Asli yarım saatlik bo'lsa ham yaxshi bo'ladi, 20 minutlik bo'lsa, undan yaxshi 10 minut bo'lsa, eng yaxshi 7 minut, 6 minut bo'lib qolsa, belan bo'ladi, qadirli qarindoshlar. Ammo bu tarixni o kadar yani 380 betga, 360 betga buni yig'inchoqlabdi bu tarixni. Biz bununla bek sıkı versek, yığı versek, sözü versek, yoki bo'lmasa yo'q qilib versek bo'lmaydi. Shunlashqa bu kitapning o'zininki bir haqqini bergach, inşallah dersimizni kelgan yerdan boshlab olsak degan niyatda o'tiribmiz qadirli qarindoshlar. Unda bo'lsa, mayaga shu darsninki nimasini chaplab qo'yib, undan keyin başlap kitayli qadirli qarindoshlar.
Bu kitapni tugaydigan az qolib qoldi. 270 bet 76 betdan boshlaymiz deb o'ylayman. Oldingi soatlik darsni xili ko'p adam anglabdi. Masalan, YouTube'da bayatib ko'rsam 25 kishi tinglab o'tibdi u darsni shu. Naydi xoş oldum. Nima bo'lmasin qilgan ishlarimiz bikaga ketmabdi degan gap qadrli qarindoshlar. Ya'ni islom tarixi 30 qitim tinglab bo'pti. Qolgan darslarni tinglab bakin qadrli qarindoshlar. 8-bob islom madaniyatininki ta'sirlari. İslam medeniyetinin xasligi ve alohidaligi. Tarixda dunyoning har qaysi yerlarida, har xil davrlarda Misr, Anatoliya, Sumer, Xitoy, Chin, Hindi, İslam ve Yevropa medeniyetleriga o'xshash ko'p sonda medeniyetler qurilgan. Bu medeniyetlerden bir qismi mavjudligini yo'qotgan bo'lsa, bir qismi kunimizgacha yetib kelgan. İslam medeniyeti barliq kelish, taraqqiy qilish, yuqori pallaga chiqish, to'xtab qilish, qaytadan tirilish qatorliq bosqichlarni beshidan o'tkazib, mavjudligini kunimizgacha davomlashtirib kelmoqda. Her medeniyetning o'ziga xos alohidaligi bo'lgan. Masalan, Yunan medeniyeti aqlni, Hind medeniyeti mistisizmni asos qilgan. İslam medeniyetining asosi alohidaligi o'ziga xos, ya'ni vahiy, aql va his tuyg'uni bir-biriga uygun işletkenlikide ifade kılındı. İslam medeniyetinin asası alaylıki tüvendikçe. İslam medeniyeti insanı merkez kılgan bir medeniyettir. İslam medeniyeti Kur'an'ın asas temisi olan insanı merkez kılgan. Bu medeniyet içinde terakki kılgan bilim, sanat, edebiyat, kıskısı her sahadaki yenilik ve hareketler insanın bəxt saadet üçün hizmet kılıdı. İslam medeniyeti insanlarını Kur'an prensipleri asasında hukuk ve mesuliyetlerini tunuşni, bu xil hukuk mesuliyetleri bilen şəxs ve cemiyetinin bəxt saadetini qo'lga keltirishni talab qiladi. İslam medeniyeti terkipçi bir medeniyettir. Bu medeniyet qadimki medeniyetler kurulup yo'qolgan Asiya, Afrika ve Avrupa topraklarının bir kısmıdır barlıq kelgan. Musulmonlar bu ziminde uçraşkan medeniyet ve hazaratlarının tecrübelerini kabul qilib, yeni bir birikme hasıl qilgan. Mesela Yunan medeniyetinden felsefe, Paris medeniyetinden tip, Hind medeniyeti matematikini kabul qilgan. Lekin bunda kabul qilish addi taqlid yoki ko'chirish bo'lmagan. Musulmonlar bularni İslamiyet'nin asası prensiplerine zid gelmeydiğen halette özünün bilim ve tecrübelerden birleştirip yeni bir medeniyet berpa kılgan. Bunun bilen İslam medeniyetini alem şumullaşkan. İslam medeniyeti bir şefkat medeniyetidir. O insanın keni, meli, akli, dini ve neslini qoğdaşını məqsəd kılıdır. O insanın keni, meli, akli, dini ve nimisini, neslini, qoğdaşını, yani beş nesini qoğdaşını məqsəd qılıdı. İnsan aqidisi, düşüncesi ve his duyguları bilen bəxtlik yaşaş üçün gayret körüstüdü. Aynı gayretini muhit ve tabiiyatga körüstüdü. Musulmonlar özüdün başka milletlerinin medeniyet ve hazaretleri hürmet bilen muamele qilgan. Hatta başka milletlerinin medeniyet, hatta ulardan qabul qilgan bazı medeniyetlerini texmo taraqqiy qildirib, insoniyatning xizmatiga taqdim qilgan. Fatih qilingan ziminlarda uchrashgan falsafa, matematika, tip qatorliq bilimlarning kitoblarini o'z tillariga tarjima qilib, medeniyetini beyitgan. Aynı şekilde İslam medeniyeti hüküm sürgen yerlerdeki kadimki medeniyetlerinin eserlerine dostlarına yakınlaşkan. Musulmonlar ko'pincha vaqtlarda cami bilan chirkov yoki havra Yahudi ibodatxonasi ni bir qatorda bino qilishdan qo'rqmagan. Anqarada bir-biriga yaqin turgan Hoji Bayram jamisi bilan August ibodatxonasi buning eng jonliq
bir misalidir. İslam medeniyeti her xil irq ve medeniyetki mensup kişilerinin ortak mahsulatıdır. İslam medeniyetinin günümüzge yetip kelişide Arap, Paris, Türklerden başlap bütkül musulman xalqlarının ortak töhbisi bolgan. İslam medeniyeti bu xil alayligi bilen iştirakçı ve köplük üstüde örlevatkan alemşumul bir medeniyettir. Yani bu doğruluk men bir icad degenninki ulanmasını çıkarıp koydum. Ondan başka Profesör Doktor Fuat Sezginninki İslam medeniyeti doğruluk yazgan məxsus kitapları var. Hatta İslam Bilim ve Senet Muzeyi'de Topkapı'nınki, yani Topkapı Sarayı'nın ak tarafındaki Gülxanı Parkı'nın sol tarafında. Mas nimi taraftan kiysenla, tramvay yolu taraftan kiysenla aşağıda bir muzey var. 5 lira bersenla kadar kırımdaşlar. İçini 2 saat aran ayrılıp bulalaysılar. Şunu ballarından elip, berip, ayrılıp gelişinlerini kütümüz. Ondan başka eğer şu ustazdaki kitapını tercüme kılımız desenler, birlikte hemkardeşini halayımız. İkinci garipki göstergen tesiri. İslam medeniyeti garipki Endalus, yani İspanya, İtalya, Sicilya ve Napoleon tüvendeki yollar bilen yitip bağlan. İslam dünyasına kilip medreselerde okuş. Musulmanlar yazgan eserlerini öz tillerine tercüme kılış. Uruş ve tiniş yolu bilen İslam medeniyeti ve Musulmanlar bilen uçuşuş, diplomatlar, seyahatçiler, sodigerler ve uruş esirlerinin küzütüşleri. İşgal kılgan İslam toprakları da Musulmanların medeniyet amillerini körüş ve tunuşuş Endülüs İslam mirasının İspanya'nın kolu ötkenliki okşaş depti. Şu bizki Endülüs Avrupalıkla asan kilerleydigan ve Avrupaga yakın boğan bir İslam toprağı idi. Avrupalıkla 9. asırdan başlap Endülüs Umavilerinin İslam medeniyetini ügünüşke başlagan. Avrupalık din adamları ve ziyalılar Endülüs medreseleri kilip okugan. Aynı şekilde İspanyollar Endülüs'ünü işgal kılgan vaxtıda bu yerdeki medeniyet ve bilim mirasını mı kolga keltüygen. Mesela İspanyollar 1085 yılda Toledo'nu işgal kılgan vaxtıda Zergali'nin bu yerde kurgan risaletxana ve astronomi ilmiğine sahip bolgan. Medeniyetlerin terakkiyatıda en mühim amillardan birisi tercümelerdir. Tıpkı Musulmanlar bir vakitlarda garip medeniyetinin klasik eserlerini öz dillerine tercüme kılığına okşaş, Avrupalıklar mı Musulmanların eserlerini öz dillerine tercüme kılgan. Tercümede Sicilya ve İspanya merkez bolgan. 13. asırda İspanya'daki Toledo baş episkosi Musulman, Hristiyan ve Yahudi tercümanlar işleydiğen bir tercüm mektebini kurgan. Bu yerde İslam medeniyetinin felsefe, astronomi, matematika, tıp, xemiye, fiziki, tarih, coğrafya, edebiyat münasebetlik eserleri Latince'ye tercüme kılıngan. Aynı şekilde 13. asırda İşbiliye yani Sevilla, Mursiya demo tercüme mektepleri kurulgan. Ehli selef oruç vaxtıda İslam medeniyetiga heyran qilib, Sicilyada İslam medeniyetinin üstünlükünü köygen padişah 2. Roger ve 2. Frederick Musulman peylasuf ve alimlarının köplegen eserlerini Latince'ye tercüme kıldıgan. 2. Frederick'nin 1224 yılda Napoli'de kurgan üniversitesi İslam düşüncesini garipki tunutulgan bir akademiye boğan. Yani bu doğruluk materyallarını köp körüşke muşakıl mezmunlarını texmi köplük təkidləşke doğru geliyordu. Çünkü bizim evlatlarımız yetildiğen vaktimizde daima közümüzge bizden muşun
G'arbning o kadar taraqqib etganligi bizning necha 100 yil oxirida qolganligimizni, hatto 300 yilning yanqisi islom coğrafyasida, islom diyorlarida bir yangilik, bir ijod, bir kashfiyotning bo'lmaganligini to'liq ta'kidlab, tushkunlashib ketyapti-ku bizning farzandlarimiz, o'zimizmi ham. Shunlashqa Abdushukur Muhammad Eminninki İslam Uyg'ur falsafa tarixi degan kitobni bir qatim o'qib chiqish to'limi muhim. Balkim uningdanmi dars qilib qilishimiz mumkin, qadrli qarindoshlar. Chunki men bek yaxshi ko'raman kitobni. Yevropaliklar bu tarjimalar orqali bir tarafdan klassik Yunon falsafasini o'rgansa, yana bir tarafdan musulmon olimlarningki tushuncha va tajribalarini o'rgangan. Skolastik qarashning qorong'uligida bo'g'ilayotgan Yevropa uchun bo'libmi musulmon faylasuflarning din bilan bilimni birlashtirgan tushunchalari ular uchun bir nijotlik nuri bo'lgan. Bu tarixdan boshlab Yevropada aqlga ahamiyat berilib, ilgirlashlar başlagan. İslam medeniyetinin Yevropaga ko'rsatgan ta'sirlarini tuvandagidek ifodalashga bo'ladi. Birinchi, falsafa. İslam medeniyetinin Yevropa medeniyetiga qo'shgan tuhfelerinden birisi falsafa bo'lgan. Kindi, Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Xorazmi, Ibn Khaldun üniversitesi kuruldu, qadrli qarindoshlar. Qatarliq İslam mutafakkirlari Yevropada hürmet bilen okulgan. İbn Rushdning Aristotelning falsafalar haqida yozgan asarlari Yevropa üniversitelerida uzun yillargacha o'qitilgan. İkinci tip, İslam tibbiyotimi Yevropa medeniyetiga ta'sir ko'rsatgan. O'rta asrda tib ilmi ve davolash usuli nihoyatda ibtido edi. 12 asrgacha Yevropaliklar kasallikning insonga kirgan shaytondan kelganligiga ishongan ve davolash uchun din odamlarining duosiga murojaat qilgan. Qadrli qarindoshlar, bular islom dunyosini to'nigandan keyin bu qarashidan voz kechgan. Bo'libmi mashhur musulmon tibbiyot olimi Abu Bakr Razining Al-Havi bilan Kitabul Jadal vel Hisab nomli asri ve İbn Sina'ning Al-Qanun fit Tib nomli asri G'arb meditsina sohasida uzun yillargacha asosli tib kitobi bo'lib murojaat qilingan. Yevropa meditsinasining taraqqiyotida bu asarlarning roli nihoyatda cho'ng bo'lgan. Yani meditsina degandagi Sina, Ibn Sina'dagi Sina şu, qadrli qarindoshlar. Buni esingizdan chiqarmanglar. Üçüncü, yani bir fanning ismiga bir olimning ismini qo'shgan. Atab turib, shunday nom bergan. Algebra şu algebra. Üçüncü, matematika. İslam medeniyeti Yevropaga matematika sohasida ta'sir ko'rsatgan. Musulmonlarning eng büyük muvaffaqiyatlardan biri bo'lgan matematikadagi ijod va raqam sistemasi edi. Günümüzde Yevropa tillarida mavjud bo'lgan matematikaga oid hukmlardan algebra so'zi jabr kelimasidan al-jabr. İngilizcedeki zero, nol kelimesidan kelib chiqqan. Musulmonlar nol raqamini keşif qilib, matematikaning taraqqiyotiga büyük töhbe qo'shgan. Bunun bilan birga jabrmi musulmonlarning muvaffaqiyat sohalaridan birisi edi. Yevropa medeniyeti musulmon jabr, yani algebra olimlarining bilim ve tecrübelerinden faydalanıp matematikada yuqori pallaga chiqqan. Xorazmning jabr kitobini o'z tiliga tarjima qilib, ilmiy taraqqiyotini tezlatgan. Yevropa islom raqamlarini qabul qilgan. Yevropa islom raqamlarini qabul qilgan. İşletishga son bo'ladigan bir raqam sistemasi bo'lmag'achqa sonlarni rimliqlarga o'xshash harflar bilan ko'rsatgan. Bu sababdan bu sistemda yuqori saviyada matematik bilimi tayyorlash imkonsiz edi. G'arbliklar musulmonlardan olgan raqam sistemasi bilan
hozirgi zaman matematika ve fen bilimlerini terakki kıldırgan. Canım dostlar. Güzel sanatlar. İslam medeniyeti Avrupalıklarga güzel sanat cihetimi tesir göstergen. Mesela İslam'ın Çin kış sanatı Fransa'ya ve İtalya'ya bağlan. İtalyak ressamlar İspanya'ya kelip Çin kış sanatını Musulmanlardan öğrengen. 5. Edebiyat. İslam edebiyatı mı? Garip edebiyatına tesir göstergen. Bularning 5'i de günümüzdeki garip edebiyatıda fabil deb atılgan bir tür bolgan. Bu sahanın büyük ustazlarından La Fontaine, yani şerh klasik eserlerden Kelile ve Demine namlı meşhur eserden paydilangan. Kelile ve Demine'ni ben okumudum, ama dadam bana tavsiye kılgandı. İnşallah bunu oqamiz, kitapxonlarda baq edildi qarindoshlar. Yana bir tarafdan Peygamber Aleyhisselam'ın miracı etrafında barliq kelgan edebiyat mo g'arbda olqishga erishgan. Dante Divina Commedia namlı meşhur eserini İslam'ın miraç edebiyatından faydalanıp yazgan. 6. Til. Her xil sahalarda köplegen İslam atılğılar g'arb tillariga kirgan. Mesela İspançaga kirgan sözlerden bazıları El-Qaide. Komandan ma'nosida keladigan El-Qaid kelimesidir. El-Faraz Şavvi, yani harbiy ma'nosida keladigan Al-Faraz kelimesidir. La-Ot, ot ma'nosini ifodalaydigan El-Ot kelimesidir. Tapia, xish ma'nosida keladigan El-Tapiya so'zidan ve Azugo'a, dukan, bazar ma'nosida keladigan as-suq kelimesidan ilingan. Bularning sonini ko'paytirish mumkin. 7. Fen texnika ve iqtisod. İslam medeniyeti Avrupa sanoat türleri ve yezigilik sohalariga mo ta'sir ko'rsatgan. Avrupaliklar İslam dünyasida taraqqiy qildirilgan ba'zi sanoat texnikalarini qabul qilgan. Bularning 5'ida eski tuski narsalardan qog'oz ishlab chiqarish, miltiq durisi, kompas, matbaa ve to'qimachilik keladi. Bunun bilan birga yezigilik mahsulotlaridan shakar qulmishi, guruch, bug'doy, paxta ve portoqalmo Endulus orqali g'arbga borgan. 3. Balkanlar ko'rsatgan ta'siri. İslam medeniyeti asrlar ilgari Balkanlarga dengiz yo'li bilan kelgan. Aq dengizdan kelgan musulmon savdogarlar bu yerlarga İslam medeniyeti birga elib kelgan. İslamiyetning Balkanlardagi muqimligi Osmanlı Türklerining g'ayratlari orqali amalga oshgan. Osmanlılar taxminan 500 yil ilgari bu coğrafyaga hokim bo'lgan. Bu vaqt ichida İslam medeniyeti muhim izlarni qoldirgan. İslamiyet Balkan xalqlaridan Alban ve Boşnaqlardan başlap ko'plagan millat ve xalqlarning bir qismini o'ziga tortgan. Musulmon bo'lgan bu xalqlar an'anaviy Balkan medeniyetini İslamiyet bilan yangidan yug'urib, o'ziga xos bir İslam medeniyetini barliqqa keltirgan. Bo'libmi Türk ve İslam medeniyeti Balkanlarda yaşaydigan Müslüman ve Müslüman bo'lmagan xalqlarning siyasi, iqtisadi, ijtimai ve medeni hayatida cho'nqur ta'sirlarni qoldirgan. İslamiyet Balkanlarga oldida keng qursaqligini ilib kelgan. Osmanlılar davrida taraqqiy qilgan İslam medeniyetining apuchanligi Balkan rayonining uzun vaqt huzur ve tinchlik ichida yashashini amalga oshirgan. Musulmon Türkler yerlik medeniyetga hurmat qilgan. Qat'iy yo'qotish yoki buzib o'tishni xiyolmi qilmagan. Musulmonlardagi bu xil keng qursaqlik 1990-yillarda yuz bergan Bosna Hersek urushida o'zini ko'rsatgan. Serblar urush jarayonida İslam medeniyetining asarlarini ko'ydirib, bulab talagan. Serblarning kuch kiritishi oldida musulmonlar qat'iy Balkan medeniyetini yo'qotish yoki Balkan xalqlarining tarix mirosi ve başka medeniyetlerini yo'qotishga urinmagan.
İslamiyetning, yani Balkan medeniyetiga ko'rsatgan ta'siri ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda ro'shan ko'rilgan. İslamning ijtimoiy hayotdagi ta'siri nihoyat ro'shan bo'lgan. İslam Balkanlarga bir din sifatida kirmasdan, balki bir hayot shakli sifatida kelgan. Bu coğrafyadaki Alban, Boşnak, Bulgar, Makedon, Karadağlık, Sırp ve Yunanlar Türk İslam medeniyetinin ta'siriga uchragan. Balkanlarga barganlarning hammasi oldi bilan ijtimoiy hayotda Balkan rayonining Anatoliya medeniyetining davomi ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Balkanlarda bo'lib Bosniya, Bosna Hersek ve Yugoslaviyada musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin, sayohatga chiqadigan bir odamning yaqin yoki qo'shnilari onu ziyorat qilib uyga kelganda gilam yoki adyolning ostiga bir oz pul qo'yib oq yo'l bo'lsin degan. Aslida bir turk an'anasi bo'lgan bu odatning maqsadi safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga moddiy yordam qilish edi. Balkan xalqlarining ko'p qismi uy yasash va zinnatlashda Türk İslam medeniyetini taqlid qilgan. Türk İslam medeniyetining ijtimoiy hayotdagi ta'siri taxalluslardimi ochiq ko'rilgan. Masalan, ba'zi xristian oilalar musulmon turk ismi bo'lgan Mutadovich, Quyundich qatorliq sharq manbalik taxalluslarni ishlatgan. Bu oilalardan tijoriy faoliyat bilan shug'ullanayotganlarning bir qismi Baqqalovich, Tarzich, Quyumchi, yani zargar qatorliq taxalluslarni ishlatgan. İslam medeniyetining ta'siri Balkanlardagi xristianlarning dini atalg'ularga ta'sir ko'rsatgan. Sırbistonda 19 asrda Quddusni ziyorat qilgan xristianlar musulmonlarga o'xshash hoji deb chaqirilgan. Muqaddas makonlari Kabe'ning yerlik atalishida Kabe deb atalgan. Balkan tillarida ko'p sonda turkcha so'zlar ishitilgan. Kundalik ishitilgan so'zlarda taxminan 30% ve 40% atrofida turkcha kelimalarning borligi ma'lum bo'lgan. Bo'lib Boşnaqchaga ko'p miqdorda turkcha so'z kirgan. Masalan, kunimizda Boşnaqlar ishlatadigan sho'rpa, barakat, sabah, yani atiyam ve dukan qatorliq so'zlar turkchadan kirgan. Keyingi vaqtlarda nashr qilingan bir sirpcha lug'atda 8 mingdan 10 minggacha turkcha kelimalarning borligi aniqlangan. İslam medeniyetining iqtisodiy jihatdagi ta'siri kuchli bo'lgan. Bu rayonda san'atkorlar ve savdogarlarning tashkillashida bu turklarning ta'siri mavjud bo'lgan. Günümüzde Bosna'da Ayakçılar Yolu nomli bir yo'l bor. Yana bir tarafdan bu rayondagi davlatlarning ba'zi shaharlaridagi Bedestan ve Bezistanlar ayni an'ananing davomidir. İqtisodiy turmushdagi boshqa bir an'ana Fatih Sultan Mehmetning İstanbulni fath qilish oldidagi musulmon turk ovqatchilarda ko'rgan esil axloqdir. Balkan davlatlarining ko'p qism yerlarida agar bir do'kon etigan dastlab qilgan bo'lsa, ikkinchi xaridorga mening yenimdagi do'kondan eling, chunki u hozir ishi dastlab qilmadi deb xaridorni do'kon qo'shnisiga avatgan. Balkanlarda ko'p sonda turk islom binokorlik asarlari bino qilingan. Bular shaharlarning va boshqa o'ltiraq markazlarning shaklini tashkil qilgan. Balkanlarda ko'plagan shaharlar Osmanlı hakimiyeti bilan Yevropadan ilgari suv to'smalari va kanal qatorliq asosiy suv qurilishlarga ega bo'lgan. Balkan davlatlarida ibodatxona, xonaqo, mazar, bozor yerleri, zargar bozori, usti yopiq bozorlar, soat ravoqlari, hammomlar, o'tang, karvonsaroy qatorliq aslahalar ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda mavjudligini davomlashtirib jamiyatga xizmat qilmoqda. Balkan millatlarining har bir islom merosi ayrim tadqiqot temasi bo'la oladi. Bulardan birisini misolga olsak, Hirvat medeniyetiga qaragan vaqtimizda ajoyib alomatlarni ko'ra olamiz. Balkan tillariga o'xshash Hirvat tiliga turk so'zlar kelgan. Günümüzde Hırvatistan'da resmi aloqalarda bulup kundalik turmushlangan so'zlarda turkcha so'zlar ishitilmoqda.
Türk İslam medeniyeti ve hayat şekli köpleyen Hirvat şairleriga ilham menbesi bolgan. Mesela meşhur Hırvatistan şairlerinden Ivan Gonduluk vafatı 1638. İkinci Osmanlı'nın beşiği kelgenlerini tasvirleydigan Osman namını bergen bir şiir yazgan. Aynı şekilde Ivan Mazuraniç 1846 yılda İsmail Ağa Çemgiş'nin vafatı namlıq xaslıq ve müstakillikni təşviq qıldıgan epik bir şiir yazgan. Bunun yanında Osmanlı ve Nedik çigra uruşunu tema qılgan uruşlarımı var. Mesela yani Venedik. Osmanlı Venedik çigra uruşunu tema qılgan şiirlarımı var. Mesela 18. əsrdə Cənubi Dalmaçyada qalamga ilingan Hasan Ağa'nın Ayalı namlıq bir şiir bulanın en meşhurludur. Kadirli kırındaşlar, okuvatkanımız, birlikte öğünvatkanımız İslam tarihi. Yani Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin namideki 3 Profesör Doktor'un ki yazılan bu İslam tarih namlıq eser Teklimekan Uygur Neşriyat tərəfindən 2014 yılı neşr kılıngan İstanbul'da kadirli kardeşler. Bunun devamı bir küp mezmunlu kamede kadirli kardeşler. Bir 5 bet neresi kaldı. Hem de en mühim yani sözlerimiz İslam medeniyetinin Hint ve Xitay medeniyeti kösetken təsiri 4. küçük mezmun. 5-incisi olsa İslam medeniyetinin ki Ruslarga kösetken təsir bilen bu 8. babını birlikte öğrengen bulumuz. Yani vaktimizi qarab baksak neçilik vakt ütepti 31 minut 55 dakika ütepti kadirli kırındaşlar. Yeni belki 10 minut vaktinlarını elişim mümkün. Sabırlarını sizlerden tileymen. Yani 4. 8. bab İslam tarihi degan bunu kitapның 8. bab bo'lgan İslam medeniyetinin ta'siri namlıq babның 4. kichik bab İslam medeniyetinin Hind ve Xitay medeniyetleri ko'rsatgan ta'siri. Bunu birlikte öğrenimiz. İslam medeniyeti Hind yani Hindistan. Yani Hind degan çağda öz vaqtida Pakistan, Hindistan, Bangladesh, Sri Lanka degan muşularning hammasi Bengal deganlarning hammasi bir davlatda qadirli qarindoshlar. Bu keyin İngilizlar ishg'ol qilgandan keyin Hindistonni parchalab etdi. İslam medeniyeti Hind ve Çin medeniyetleriga bu ta'sir ko'rsatgan. Musulmonlar 712 yilda Amaviylar davrida Hindistonga kirgan. Ama bu coğrafyada İslam'ın siyasi hakimiyeti ve İslam medeniyeti asaslık Türkler tarafından temsil kılıngan. Hindistan'da G'aznelik Mahmud bilen 11. əsrdə başlayan Türk hakimiyeti 16. əsrdə Baburilar bilen müstehkemlengen. Bu vaxtları Hindistan İslam medeniyetinin mühim merkezlerinin birisi bolgan. Hatta İslam medeniyetinin en meşhur eserlerinden mühim bir kısım bolgan Taj Mahal'ga oxşaş eserler bu topraklarda oturğu çıqqan. Taj Mahal deganni bilisizlar qachon acayip chiroyli bir quruluş, yani eser. Bu binamo şu Türkler Mimar Sinan'ın şagiti kurdu, layilep saldı deydi. Şu Baburilar'ın ki padişası özününki bir ayalığa, ölüp gitken ayalığa təqdim qilish uchun şunun məxbərisi şəklində bu əsərini qılğan deydi. Bu 8-7 dünyada məşhur əsər var. Möcüzəlik əsərlər şularının birisi hesablanır. İslam Hindi medeniyeti ve hazarlığına çonqur təsir göstərgan. Hətta bu təsir dini sahələrə kirgan. Hindistan'da bulubmu köp xudalıq və qat yani sistemisinin bir aram bolğan ma'lum xalq paydo bolğan. Bu xalq chiqish yo'li izlab ijtimoiy jihatda barobarlikni asos qiladigan
ve bir Allah'a işinishni targ'ib qiladigan islomning ta'siriga uchragan. İslamның ro'shan va tushunishlik Allah aqidasi hindularni o'ziga tortgan. Bu ta'sirning natijasida Nanak, yani vafoti 1539, İslamның ba'zi tavsiyalarini o'z ichiga olgan Sikh dinini ijod qilgan. Sikhlarni bilasizlar-ku? Normalde Sikhlar hatta kim işte anladım hem de Sikhlar man Çeçen'i uzun qilib elib şu Çeçen'i en uzun kısa şu takva hesabından bilmedim. Hatta Şanganga Hong Kong'a bağlan vaqtimda mı 2005 yılımı bardım. Şu vaqtda bir hep tuğan. Hatta bir Abdüzü ketib etmeyen aslında camilerini ziyaret qilgan. Bir camidek bir yer körendik üzemge derhalla düşüp bağırsam işçiyi kiysem namaz öteyim de Şam'dan vaqtib qalğandı. Qarasam şu sellebeden adamla oturdu. Ama kiysem bu cami emesken Sikhlarninki ibadetxonasi ekan. Men de şu Sikhlar mı deydim? Nanak diyen kişi İslam'dan bazı tavsiyelerini öz ichiga olgan Sikh dinini ijod qilgan deydi. Yani Tata degan mashina şu Sikhlarning mashinasimiş, danliq marka. Nanak Hinduizmning asosi bo'lgan ko'p xudolik, butparastlik, qasd sistemasi va ba'zi odatlarni yo'qotish uchun islomga murojaat qilgan. Nanak islom mutasavviflarining ta'siriga uchrab, tabliğ uslubini o'zgartib, islomning bir Allohlik aqidasini qabul qilgan. Onun fikricha Allah birdir, abadiydir, ko'rinmaydi. Söz bilan anlatqili bo'lmaydi. Her yerde hazırdır ve bendilerini küzüp durdu. Nanak kas sistemisi karşı çıkıp İslamiyet'in takva prensipine emel kılıp insanların beraberlikini, üstünlükünün Allah'a yıkılış bilen bulduğanlıkını etkan. İslam medeniyeti dünyanın en kadimki medeniyet merkezlerinden Xitayga tesir kösetken. Bu coğrafyada İslam bir taraftan yeni Müslüman boğalarını kolgu keltiyse, yana bir tarafdan öz adetlerini Xitay medeniyetiga ko'tarib kirgan. Bunun bilan birga musulmonlarni Xitay medeniyetining ba'zi amallarini islom dunyosiga to'shigan. Bunun bilan musulmonlarmi Xitay medeniyetining ba'zi amallarini islom dunyosiga to'shigan. İslamiyet Xitayga 7-asrning 2-yarmida kirgan. Hazreti Osman miladi 651 yılda İslam'ı tebliğ qilish uchun bir heyet evetken. Bu tarixdan keyin bulubmu musulmon savdogarlar Xitoyga qilgan safarlari jarayonida islomni tebliğ qilgan. Bulubmu 751 yildagi Talas urushidan keyin siyosiy munosabatlar qisman uzilsimi, ammo ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar davom qilgan. Xitoyda ijtimoiy ta'sirning eng jonli o'rniki vaqtning o'tishi bilan musulmon xalqlarning barliq kelishi bo'lgan. Xitay musulmonlari xo'y deyilgan. Bu söz Uyg'ur sözünün Xitaylarning talaffuz qilishini kelib chiqqan. Musulmonlar bu topraklarda Xitay ayollari bilan o'ylanib, qo'dibachi bo'lish bilan birga islomlashtirishni amalga oshirgan. Yerlik musulmon va sirtdan kelgan musulmonlar Xitoyning sharqiy shimoliy sohilida kichik guruhlarga bo'linib o'ltiraqlashgan. Xanzular bu musulmon mahallasiga Fang, ya'ni ajnabiy deb nom bergan. Bular vaqtning o'tishiga ergishib Xanzul ish bilan birlikda kunimizda Xitoy Türk islom manbalik ko'plagan ism va famillarni o'ttirib chiqargan. Islom madaniyati Xitoyning madaniy sohalarida ta'sir ostiga olgan. Xitoy musulmonlari Xanzu madaniyatiga yangi omillar qo'shgan. Asli musulmon bo'lgan adabiyotchi, san'atchi va olimlar barliqqa kelgan. Masalan, asli ismi taxminan Rıza bo'lgan mashhur Lianxing Tang xonadonligining mashhur adabiyotchisi edi. Islom madaniyatining Xitoyga ta'siri eng ko'p Yuan sulolasi va Ming sulolasi davrida bo'lgan. Mongol Yuan sulolasi 1271 yildan 1368 yilgacha Xitoyning hokimiyat ostiga olgan vaqtida Kublay Xon 1260 yildan 1294 yilgacha poytaxtini Tatu Pekinga yötkigen. O Mongollarga nisbeten
medeniyet seviyesi yuqori bo'lgan Xitoylarni kontrol qilish uchun ulardan texmi ustun medeniyet seviyesiga ega bo'lgan musulmonlarga murojaat qilgan. O'rta Osiyo va Ironda musulmon va turklarni sariga chaqirib, muhim vazifalarga qo'ygan. Hokimiyat tajribasi mo'l bo'lgan bu sinf islomning boj sistemasi, tijorat va hokimiyat tajribasini Xitoyga to'nutgan. Musulmonlar boshqa madaniyat sohalaridami o'zini ko'rsatgan. Qubulay musulmon doktor va san'atkorlarni Xitoyga chaqirib, islom binokorligi va meditsinasini taraqqiy qildirgan. Bu vaqtda Xitoyning buyuk shaharlari Tatu va Shangtuda musulmon doktorlar ishlaydigan bir doktorxona qurilgan. Ayni vaqtda dorixonalarda musulmon hekim va dorigarlar yasagan dorilar setilgan. Musulmonlar Xitoy binokorligiga muhim ta'sirlarni ko'rsatgan. Poytaxt Tatuning qurilish loyihasida musulmon qurilishchilar vazifa olgan. Yani bu to'g'riliq Qurbon Vali akamizningki, o akamiz mush yil keldi, yilning 5'ida İstanbul'a ya o'tgan yili keldimi, shu Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Uyg'ur Akademiyasining o'rinlashtirishi bilan bir leksiya so'zlab berdi Qurbon Vali akamiz. Onunki men bizning tarixiy yoziqlarimiz degan shunday nefis bir kitap bor, qadrli qarindoshlar. Şu kitapni men oliy maktabda vaqtimda o'qigan, mening hayotimga ajoyib cho'ng ta'sir ko'rsatgan kitaplarning birisi. Pek nefis kitap, elib o'qib baqsangiz bo'ladi. Shu kitapda şu Moğollarninki Yuan sulolasi davrida Beijingni poytaxt qilgan vaqtda shu chaqda Beijingdagi yiliq Ravaq var o, nima edi uning ismi? Tiananmendagi Ravaqning isim kamidi, şu Tiananmen sarayini musulmon Uyg'ur, yani şu chaqda Farhat mu ismi, şu usta, şu mimar saptiken, loyilabdiken qadrli qarindoshlar. Buni esingizdan chiqarmanglar. Onundan başqa deydigan gaplar bek jiq, dersninki ehtiyoji tufaylidan biz ko'p mazmunlarni qistirib kitapninki nimasini, bu dersninki yükünü egilletmeyli. Şu kitapni elib o'qib baqsangiz bo'ladi. İnşallah bu qatim Amerikaga borgan chaqda Qurbon Vali akamizdan yeni ko'rish ehtimolligimiz yuqori. Ama başka Xitoylar ko'rsatgan ta'siri to'g'riliq tibobat to'g'riliq gap chiqib qoldi. Bunimi qayta bir tadqiq qilishga to'g'ri keladi, qadrli qarindoshlar. Musulmonlar boshqa madaniyat sohalaridan o'zini ko'rsatgan. Qubulay musulmon doktor va san'atkorlarni Xitoyga chaqirib, islom binokorlik va meditsinasini taraqqiy qildirgan. Bu vaqtda Xitoyning buyuk shaharlari Tatu va Shangtuda musulmon doktorlar ishlaydigan bir doktorxona qurilgan deydi. Ayni vaqtda dorixonalarda musulmon hekim va dorigarlar yasagan dorilar setilgan. Musulmonlar Xitoy binokorligiga muhim ta'sirlarni ko'rsatgan. Poytaxt Tatuning qurilish loyihasida musulmon qurilishchilar vazifa olgan. Musulmonlar adabiyot sohasida ta'sir ko'rsatgan. Xitoy musulmon shoirlar bu davrda she'rlar yozgan. Hatto bularning bir qismi ohangga silingan. Yuan sarayida arabcha va farscha asarlarga ahamiyat berilgan. Bu davrda islom hurmatga ega bo'lganligi uchun 1289 yilda musulmonlar ishlatgan til va yoziqni o'g'itish uchun islom yoziq instituti qurilib, tarjimonlar yetiştirilgan. Qadrli qarindoshlar. Hatta şu Koreyaliklarninki hozirgi ishlayotgan alfabe ilifbasininki maydonga kelishida Uyg'urlarninki ta'siri bo'lgan degan bir materialni o'qib qolgandim. Yani Bilgi Tonuyuqning nevrisi ajdodidan birisi şu Yuan sulolasi davrida Koreyaga büyük elçi süpütünü berib, aşağıdaki kütüpxonasida, davlat kütüpxonasida ishlab
shu elchilik vazifasini o'tab shu bir ishni qilgan deb o'qidim men, esimda bor. Balkim ism xato tutilib qolgan bo'lishi mumkin. O to'g'riliqmi izni baqsanlar bo'ladi. Musulmonlar Xitoyning bilim va fan texnikasiga tuhfa qo'shgan. 1267-yilda Türk millatining bo'lgan astronom Jamoliddin Xitoy Yuan sariga taklif qilingan. Jamoliddin astronomiyaga oid saymonlarni elib, islom astronomiya texnikasi, tajribasi va sinoqlarini Xitoylarga o'rgatgan. Kubilay tarafidan 1271-yilda astronomiya darsi beradigan bir maktab ochilgan. Xitoy astronom Go Shouqing Jamoliddinning o'quvchisi bo'lgan. Onun nazaretinde İslam dünyasındaki hesaplashlardan foydalanib, Xitoyga uyg'un saymonlarni ishlab chiqargan. Shu yili Shoshixili nomli kalendarni tuzib chiqqan. İslam Ming sulolasi 1368 dan 1644-yilgacha davrida Xitoyga ta'sirini ko'rsatishni davomlashtirgan. Bu sulolaning ba'zi a'zolarining musulmon bo'lganligi haqida rivoyatlar bor. İslam medeniyeti Xitoy madaniyati doirasi ichida bo'lgan Koreya madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan. Koreyaliklar hijriy kalendarni qabul qilgan. Xitoylar bilan Koreyaliklar kelkundin mudofaa ko'rish uchun yaxshi bir kalendarga muhtoj bo'lgan. Buning bilan 16-asrning o'rtalarida musulmonlar ishlatgan kalendardan foydalanib, yangi bir kalendar tuzib chiqqan. Türk İslam müzik sanatımı Irak Şərq mədəniyyətinin təsiri ostida olgan. Misal qılsaq, Türk müzikisi Koreya müzikisiga ta'sir ko'rsatgan. Bulutma Yuan sulolasi davrida Huaq, O'rta Osiyo manbalik Koreya müzik san'atini beyitgan. Napal, Boro, Taoyinso klarnetda o'xshaydigan qadimki bir chalg'u. Qatorliq muzika saymonlari bilan Homu, O'rta Osiyo muzikasi ve Hoka, O'rta Osiyo naqshisi Koreyaliklar tarafidan yaxshi ko'rilib, yasab chiqilishga başlagan. Qadrli qarindoshlar, İslam medeniyetiga oid ba'zi yemekliklarmi Xitoy medeniyetiga kirgan bo'libmi, Uyg'ur va xemir Xitoylarning kundalik yemekligiga aylangan. Yani xuymiyan deb qo'ydiku. İslam medeniyetinin Irak Şərq medeniyeti üstündeki təsiri til sahasında görülgen. 13. əsrinin ikinci yarımından 15. əsrinin tuncu çarek yılgıca Koreya sarayında Uygur hərfləri ve Türkçe işletilgen. Uygur elifbası bu rayonga Moğollar elib kelgen ve hakimiyetinin ahırıgıca Uygur elifbasını bu rayonga Moğollar elib kelgen ve hakimiyetinin ahırıca resmi elifba süpürde işletken. Bu elifba 1427 yılda ecnebiler koyulgan çeklim bilen icra kılıştan toxtulgan. İslam'ın mukaddes kitabı Kur'an Kerim'i Xanzucuğa tercüme kılıngan. Meşhur alim Matiş'in vafatı 1874 yılı. Kur'an'ın tamamını tercüme kılıp bir bölümünü tefsir kılgan. Kur'an'ın Xanzucuğa tercümeleri keyin yeni devam kılgan. Bunun bilen birge her xil İslami ilimler bilen Xanzucu kitaplarını neşir kılıngan. 5. Rusiyaga ko'rsatgan ta'siri. Qadrli qarindoshlarım, hozir maşu mazmunlarni o'qib yuraklerim shunda bir xil shodlanib ketyapti. Biz tarix o'qimasak, albatta boshqalarning oldida tirmiqimizni yerga tatlab, yerga qarab qoladi ekanmiz. Yani tarix yani bizni texmo tik mundaq jasoratli, g'ayratli tutuş uchun biznicho bek muhim narsa qadrli qarindoshlar. Shunlashqa tarixni o'rganaylik. Allah subhanahu taala bizga tarix orqali 2000 ga yaqin oyat bilan bizga tarbiya qilyapti qadrli qarindoshlar. Shunlashqa tarixmo bek muhim qadrli qarindoshlar. Qo'limizdagi bu kitap İslam tarixi degan kitap Teklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan 2014 yilda tercüme qilinib, nashr qilinib ekan.
Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıcan, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin degan 3 profesör Türk alim yazgan kitapken nemişki bunca qilib ketganligimni bildinglar meni. 5. Rossiyaga ko'rsatgan ta'siri. Musulmon turklar bilan qo'shni bo'lgan ruslar 1224-yildan 1480-yillar orasida 256 yil turklarga bekindi bo'lib yashagan. 16. asrning o'rtalaridan boshlab turklarni hokimiyat ostiga olgan. Bu vaqt ichida uzun yillar birlikda yashagan farqli ikki madaniyat mansublari bo'lgan turk va ruslar o'zaro bir-birlariga ta'sir ko'rsatgan. Ruslar turk va islom madaniyatining til, adabiyot, binokorlik, ashyo, hayvon ismlari, iqtisod, kiyim-kechak, armiya, qonun, adliya va etnografiya qatorliq sohalarining ta'siriga uchragan. Türk İslam medeniyetinin Ruslarni en köp ta'sir ostiga olgan vaqti Altın Ordu davlati 1241dan 1502 yilgacha ning hukmronlik yillaridir. Ruslar bu vaqtda hokimiyat boshqarish, harbiy tuzum, pochta, boj tuzumi va hokimiyat qurilmasi qatorliqlarni Altın Ordu davlatidan olgan. Bu ta'sir Kavkaz rayonidagi gurjilarga kengaygan. Rus tarixçilərinin qarşıca 1408 yılda Altın Ordu dövlətindən müstəqillikni alğan Rus knezligi dövlət orqanları və hakimiyyət tüzülməsində Altın Ordu dövlətini təqlid qılğan. Moskva knezligi Rus çarı 1. Petrga qədər diplomatik aloqa və elçilik fəaliyyətlərində Altın Ordu diplomasisinin bütün qaydalarini icra qilgan. Ruslar bu yillardan boshlab har xil hokimiyat organlari turklarga vazifa bergan. Vaqtning o'tishi bilan bu turk oilalariga knezlik va poyar aqsonliklarga berilgan unvonlari berilgan. Knezlik va poyarlik ruslarning aristokrat va yuqori davlat ma'murlariga berilgan unvonlari edi. 17. asrda Rossiyadagi 915 knez ve poyardan 156'ning Türklerden bo'lishi bu ailelerning Ruslar arasında uzun vaqt ta'sirini davom qildirganligini ko'rsatdi. Türk madaniyatining Rus ijtimoiy hayotidagi ta'siri davom qilmoqda. İdil, Kavkaz ve Kırım rayonlariga ko'chgan Ruslar musulmonlardan ta'sirlangan. Altın Ordu devrinden başlap Rus knezleri ve boyarlar kiyim-kechaklarida Türk şahzadelerinin kiyimlerini taklid qilgan. Aynı şekilde 19. asrda Kırımda Türkler bilan qo'shni bo'lib, Türklerning ta'siri ostida qolgan. Rus yezilari chirkovdan boshqa yerlari bilan Türk yezilariga o'xshagan. Ruslarning yemak, kiyim ve öy madaniyatidan başlap bütün tashqi ko'rinishlari tamamen musulmonlarga o'xshagan. Bu vaqtda Türkistandan başlap Türk yurtlarına kelib o'ltiraqlashgan Ruslar bu rayondagi madaniyatning ta'siriga uchragan. Türk madaniyatining ta'sirini Rus musiqalaridan ko'rib olishga bo'ladi. Ruslarning milliy chalg'usi balalayka Türklarning topuzuga o'xshatilib yasalgan. Aynı şekilde balalayka so'zimi Türkçedan kelgan. Rus tilidagi Türkçe manbalik so'zlarmi Türk İslam medeniyetinin Ruslarga ko'rsatgan ro'shan ta'sirlarining bir misalidir. Türkçeden Rusçaga kirgan so'zlar tabiiy fan atalg'ularidan ko'proq yerlik shivilar kelgan. Chunki bularning ko'p qismi muhim madaniyat omillarini ifoda qiladi. Masalan, Rusçadagi qalpoq, sunduk sözleri Türkçedeki qalpoq ve sanduq kelimelerinin o'rniga ishlatilgan. Qadrli qarindoshlarım, shunday qilib bugungi islom tarixi Facebook dersimizning 23. dersimizde nihoyatda muhim mazmundan birini so'zlab o'tdik, birlikda o'rganib o'tdik deyli. Sizlar bilan o'rtoqlashdim.
Şunlaşqa bu derslerini bir qetim anlap çıkmanlarının hiç ziyni yok. Bu ya bir dini meselege ya ki başka bir nemege çetişmaydı. Çünkü İslam tarixi, İslam medeniyeti bu. İslam medeniyetiga alaqadar narsalar, qadirli qarindoshlar. Bunu anlagan, kafir bo'lib ketgan yoki bo'lmasa boshqa bo'lib ketgan ish yo'q. Shunlashqa xotirjam ko'nglingizni shu joyida tutib, buni anlab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Endi 9-bab kunimiz islom dunyosi degan babniki qisqacha temalarini bir qator deb o'taman. Birinchi Osiyo qit'asidagi musulmonlar, O'rta Sharq va Paris qo'ltiqi davlatlari, ondan keyin Arab Isroil urushi va Falastin masalasi, Kıbrıs Sipros masalasi va Shimoliy Kıbrıs Türk Cumhuriyetining qurilishi, İran Iroq urushi 1980-1988 yillar orasi, Iroqning Kuveytni ishg'ol qilishi va Paris qo'ltiqi urushi. Ondan keyin ikinci küçük mazmunda Janubiy Osiyo va Iroq Sharq davlatlari, Pokistonning qurilishi va Hindiston Pokiston to'qinishi, Afg'oniston, Xitoy, Uyg'ur diyori, Hindiston va Yaponiya to'g'riliq so'zlanadigan qadrli qarindoshlar. Yani bu mazmunda Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Koreya, Indoneziya, Malayziya, Filipin sözünü ötüdüken, üçüncü küçük mezmunda Kavkaz ve Orta Asya devletleri, Sovyet İttifakı'nın parçalanışı ve Türk Cumhuriyetlerinin müstakilliği. Ondan keyin Kavkaz müstakillik küreşleri, Sovyet İttifakı'nın parçalanışının keyinki Kavkaz, Azerbaycan, Karabağ meselesi, ondan başka Kavkaz'daki başka Müslüman Türk halkları, Çeçen, İnguşlar, Kumuklar, Karaçaylar, Balkarlar, Noğaylar, Kunduz ve Kavkaz Türkmenleri. Onun için Orta Asya Türk Cumhuriyetleri toğruluk sözlenip, birincisi Kazakistan, ikincisi Kırgızistan, üçüncüsü Özbekistan, dördüncü Türkmenistan sözlenip ötüdüken, beşinci sabık Sovyet İttifakı'da mevcut olan başka Türk halklarının günümüzdeki ahvali. Birinci Kırım Türkleri, ikinci Kazan Türkleri, üçüncü Başkırtlar, dördüncü Çuvaşlar, beşinci Kök Oğuzlar, altıncı Karayimlar, yani Karaylar. Doğruluk mezmunlar birinci küçük babda sözündeyken, ikincisi Afrika kıtasındaki Müslümanlar, yani Şimal Afrika'daki İslam devletleri, Libya, Tunis, Algeriya, Marrakeş Padişahlığı, Mauritanya, İslam Cumhuriyeti, Garbi Sahra, Orta ve Cenubi Afrika devletleri, Sudan'daki Şimal Cenub tokunuşu, Eritrea ve Etiyopya gelişmesindeki Somali'de içki uruş ve açlık. Çünkü Balkan ve Avrupa devletlerindeki Müslümanlar doğruluk, Albaniya, Bosniya Hersek Cumhuriyeti, ondan keyin Bulgariya ve Gresiyadagi Müslüman Türkler, dördüncü Garbi Avrupa'da yaşayotgan Türk ve Müslüman halklar deb, dördüncü mezmunda Amerika kıtasındaki Müslümanlar, beşinci Türkiye bilen İslam devleti oturuş iktisadi münasebetler, İslam Kurultayı Teşkilatı, ağzımızda biraz nemli olaylı. Yani 5. küçük mezmun Türkiye bilen İslam devletleri oturuş iktisadi münasebetlerde İslam Kurultayı Teşkilatı, Karadeniz İktisadi Hemkarlığı, Bağdat Teşkilatı, Taraqqiyot üçün rayon karakterli teşkilat, İktisadi Hemkarlık Teşkilatı degan mezmun bilen 354. bette bu kitap tügeydiken kadirli qarindoshlar. Şunlaşqa yaxshi tuzilgan kitapken men oddisi bu kitapni bek yaxshi ko'rdim. Qattiq muqovili onun ustiga. Hatta ayrıg'uchi va bundaq kitapni qaysi betiga kelganligimizni ko'z tutib turadigan, bundaq ayriydigan narsa, qadrli qarindoshlar.
Bu kitap 17 lira. Bir kitapxonada 17 lira, başqası 25 lira qadrli qarindoshlar. Şu vaqt için tutib bu kitapni yanında bir tane elib o'qinglar. Ballarınlar bilan uyda darslik qilsanglarmi bo'ladigan kitapken demekçi qadrli qarindoshlar. Ya bo'lmasa biz so'zlab bergan, men so'zlab bergan uni darsini anglasanglarmi bo'ladi ekan. Yana bir gapni deb qo'yay, jinim do'stlarim. Biz şu ming bir ijod deganni men tavsiya qilib qo'ydim. Hozir yaxshi ko'ramayotdi mayada. Ming bir ijod deb bir sahifamiz var Facebook'ta. Muşu sahibini içip kürep bekişinlerini Çin dilimden ümit kılım. Bu hem de biz neçe vaktinin yankısı yani muşu nimede yani Uygur Akademisi'deki qarindoshlar bu Türkçe boğaçqa bununki Türkçe Hilal TV'ninki nayeti yaxshi bir hüccetli filmleri bu. Türkçe yani boğaçqa program 8 kısımdan teşkil tapadı. 8 bölümden her bir bölümü 8. bölümden başkası 2 kısmı bölüngen 15 tane video. Biz bu sinderisini hüccetli filmini yani her bir bölümde qarindoshlar özara manchimini tuqun yoki ma bölümni men yazay deb yurib anlab tingisha yurib yezib xetini nima deganini chekit pashtin tatib ayna yezib ondan bir türk hedimiz var, yangimiz var. Onunla tahrirletip qaytını gözden köçürüp onundan keyin bununki alt yazı deyimiz aldı bilen Türkçüsününki xetlik nimesini vaqt okunu tisib algandan keyin ondaki her bir cümlenin onuğa Uygurcasını qo'yib yurib ashunday qilib xatlik film qilib chiqqandik. Hatta men mushu projeni, mushu ishni qilish uchun 2012-yili hajga borgan vaqtimda ikkinchi qatim bordim. Anamni elib, dadamga badalash qilib, badalash to'g'riliq tartishildi. Shu vaqtda men yine haramda turib internet orqali mushu ishni ta'qib qildim. Onundaki qurbaniyatda o deyme bu iş tüygen bo'ldi. Bunu şu biz köklem to'g'rida qilgan bir iş. 5 Uygur Akademisi başlandı. Keyin bu dünyanın her qaysi joyidagi qarindoshlarimiz o'zaro o'chaqda internetda aloqa qilib vatandagi bolalar bilan birga qilgan. Bu yerdagi bolalarni ko'p kuchdan chiqargan. Ayni qilib o'tirib chiqargan bir proje, bir tür qadrli qarindoshlar. Buningga tehi 10 minutluk Hollywood'un işleyen demesiga ming bir ijod degan filmga avlod to'g'ri ovoz bergizib yaxshi bir ishni qildi. Onundan keyingi bölümlerge ovoz texchi berilmedi qadrli qarindoshlar. Shunlashqa agar bu filmni bir ko'rib chiqinglar, agar yarab qolgan bo'lsa tashviq qilinglar. Bugungi mushu darsni tashviq qilib qo'yinglar. İslam tarixini o'rganayli. İslam medeniyeti boş medeniyet emaskin qadrli qarindoshlar. Bana qalamsa ko'p so'zlab qoldik. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.